Mana shoftoli boqqa kirgan odam maza qiladi-da do'stlar, qarang. Katta daraxtni biturib kichkina qilib qo'yganga o'xshaydi. Bu ko'chatni holatini qarang. Bil noyabr oyida ekilgan yosh niholcha, bu qarang mevani. Quyib organi, quyib, bu qarang. Bu qarang. Ko'chat bo'lsa shuncha bo'ladi do'stlar. Ertagi narsalardan boqilavergan ma'qulroq bo'lib qoldi hozirgi kunda. Mana do'stlar. Hammasi bir xilda shunaqa qilib meva olgan-da mana. Hozirgi kunda 1 kilo meva 80 ming so'm sotilyapti do'stlar. Big Ben navli nomeradning shoftoli. Mana holat. Yosh nihol holatni qarang. Bosh barmoqdan xiyol kattaroq daraxtdan mevani olgan holatini qarang. Katta tupdagi shoftoli quyib yuborgan mana hammasi. Holatini qarang. Bemalol murojaat qilib zakaz qilaverasiz. Ekish mavsumi noyabr oyidan boshlanadi do'stlar mana.